Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Mana Tbilisi qurishdan boshladik. Mana shu Tbilisi qurib boshlandi. Mana shunday qurilyapti. Xudo xolasa ko'chatxona bo'ladi mana aka. Mana shunday qilib Tbilisi qurilyapti. Kimga Tbilisi qurish xizmati kerak bo'lsa, akalarga murojaat qilaverasizlar. Termiz shahri Namnida, Kokuldirotada shunday ishlar ketyapti. Mana bu qurilib bitganlarni ham hozir ichiga bodring ekilgan. Bodringlar ham chiqib qoldi. Sizlarga ko'rsatadi. Mana qo'shnimiz bodring ekkan. Kichkina iqlovi chiqib qolgan. Bugun Sangerda ketyapmiz-da. Ko'ryapsizlar, mana shunday bo'ldi. Tayyor bodringlardan birisi. Mashinalar bordi, bugun qildik, karta o'ynaganimiz yo'q. Yana qurilyapti Tbilisi. Ish avjida, hamma g'ayrat qilib ishlayapti. Ya ekilyapti, ya qurilyapti. Mana bu yoqda bodring pishyapti. Pishib olib, xalqimizning dasturxoniga tortilyapti. Mana bodringlar. Shuni ham pishyapti. Shu tugab qoldi, shu uzib tugatyapti.